Yulg'un kebabni tabiiy ham yumshoq pishog'ini oldu. Yaxshimsizlar do'stlar, men Almasdan bugun mushu mazmunni ilib keldim. Bir tal yurak bilan alt raqamlarni aymay besib qo'yib, yulduz belgisini besib saqlayishni unutmang. Oldi bilan paxlan go'shtini tayyor qilib olgandan keyin, mavo tayyor qilganimiz 1 kilo 200. Buni cho'ng kichikni o'xshash qilgan asosda chiroyli to'g'rab buni tayyor qilib olamiz. Keyindan buning tabiiyligini saqlagan asosda buningga yarim tal bosh piyozning yarmini qalam holatda chiroyli to'g'rab go'shtga solamiz. Go'shtga solib bo'lgandan keyin buningga suzuk suvdan, so'g'uq suvdan 50 gram quyamiz. Bu vaqtda buni sal uzunroq aralashtiramiz. Mush piyozni go'shtga yigizsak yaxshi. Bir necha qitim aralashtirib bo'lgandan keyin buningga bir tal tuxum chekamiz. Bir tal tuxum chekib, tuxumni yigizib etgandan keyin o'zimizning tanishib olgan mush kebab xurjidan 1 kilogram go'shtga 10 gram solamiz. Shuni tekshir aralashtirib yetib, buni bo'shama bilan bo'lab 30 minut qo'yib qo'ygandan keyin zixlaymiz. Zixlab bo'lgandan keyin buning tuzini pishgan jarayonida tanishib olsak bo'ladi. Xaridorlarning ehtiyoji bo'yicha tuz, zira, lazlarni sepib xaridorga sunsak bo'ladi. Bizning bu qitim o'rlashtirgan 15 xil kebab turida zasi kebab, shavko, jaziro, yampay, to'xu kebab, kapta kebab, biliq kebab, hamishda har xil kebablarni bizni qo'llayotgan hamish ko'rinmalarga 15 xil kebab turini 48 yuanga o'lchamlik o'gitib qo'yapmiz. O'ginishni xohlaydigan do'stlar boshpatdagi unitlarni qo'shsanglar bo'ldi yoki 1 4 9 126 146 mush unitlarni qo'shib men bilan aloqa qilishing.